Menda shu 2017-yillarda shu polartrit tashxis qo'yilgan shu kasal bezovta qilardi. Ular shishardi, bo'g'inlarda og'riqlar bor edi. Tizzada. Poliartrit qanday bosqichda edi? Qanaqa holatda edi? Ikkinchi bosqich edi. Ikkinchi bosqich. Ha, tushunarli. Xo'p, qanday harakatlar qildingiz mana shu kasallikdan davo topish uchun? Farg'onada o'zimizda viloyatda Bansada yotdim. Endi xullas mana shu o'zimizda rayonda poliklinikasida borib, doktorim bor, o'sha revmatolog Jo'rayev Soljon aka, katta odam edi. O'sha ko'proq yordam qilib, o'sha yozib bergan narsalarni ichib, ukullarda olib davolandim. Xo'p, bu mahsulotni kim tavsiya qildi va sizdagi o'zgarishlar haqida ozgina gapirib bersangiz? Bundan oldin shu doktor Ali nimasiga ham a'zo bo'lib qilganman, endi ancha yillar ham bo'ldim. Keyin buni ham shunday mana o'zimizda ukalarimiz bor, Qobiljon, shular tavsiya qiluvdi endi. Bir ya Xudodan deb endi umid qilib shunga ichishni boshladik. Qaysi mahsulotni qanday dozada iste'mol qildingiz va boshlang'ich etapdagi o'zgarishlar haqida gapirib bersangiz? Mana shu mahsulotni menga tavsiya qilishdi. Juda yaxshi natijalar ko'rdim. Bu kalsiysidan boshida bittadan ichdim bir kunda 3 mahal. Bu mana koenzimmi degandan ham bir donadan ichdim bir kunda. Keyin sekin doktor kelib o'zi 10 kunda yana qo'shdi, shuna bo'lib ko'pdan ichdim. Endi xullas rezultati yaxshi. Necha kunlarda bilindi sizga o'zgarish? 1,5 oylarda yaxshi bilindi. Bir quruga endi og'rib oldi. Endi kuchayib. Xullas yaxshi, agar shundan menga o'xshab og'riq shu polartrit bo'lgan insonlar bo'lsa, tavsiya qilsa bo'laverar ekan. Xullas kalsiy yetishmovchiligidan yaxshi nima mana tizzalarda bukilmas, hozir juda yaxshi, namozlarga o'tirib turishlar yaxshi bo'lib qoldi. Endi jinday pastlarda qoldi hozir. Endi pastlarda jinday bor, bu ham ajib emas, xudo xolasa tuzalib ketar. Qo'llarda shishlar bor edi, mana bo'g'inlarda qattiq shishib ketar, qo'llar sal qiyshayib boshlagan edi. Endi hozir ham jinday bor, nimjonligi bor, endi yaxshi, xullas o'shandan ancha o'zgarish bor. Plyuslar bu. Shishlar qaytdi, og'riqlar qoldi. O'sha poliartritdagi doktorga ko'rindingizmi o'sha ichib bo'lgandan so'ng? O'zgarishini sezdingiz, lekin o'zingiz uchun isbot qilish uchun mana shuni to'liq tuzalib ketdim degan ma'noda doktorga ko'rindingizmi keyin? Yo'q, hali endi uni endi qo'rqib turibman. Bu og'riq kechalari ko'proq og'riq berganiga o'zim bilardim, bu og'riqdan endi hech kimda ham bu kunga tushmasin. Suyak og'riq yomon ekan. Hali uyqu bo'lmaydi. O'shanga hali yana ham bir tuzukroq bo'lib olayin, keyin ko'rsatadigan holda hali oldindan bir nima qilishni xohlaganim yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Kim dardi bo'lsa, bir doktoriga ko'rinib, chunki tafsilotini olib turib ichsa yaxshi narsa ekan. Xullas odamning organizmiga yoqaveradigan narsa ekan. Men tavsiya qilaman shuni bemorlarga ichishga.